Bugun sizlar bilan sovuq kunlarda bosh kiyim kiyish haqida gaplashmoqchiman. To'g'ri, bizda sovuq fasllarda ham quyoshli kunlar ko'p bo'ladi, lekin havo harorati past bo'ladi. Bosh kiyimsiz 5-10 minut sovuq haroratda yurish bosh, yuz soha qon tomirlarini toraytiradi, shu sohaga qon kelishi kamayadi. Shu sohalarda harorat pasayadi. Natijada quyidagi jiddiy kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Burun, yuz sohadagi bo'shliqlar, yallig'lanishlari, sinusitlar, ko'p uchraydigani gaymarit, frontit, etmeydit, quloq kasalliklari, otit, hatto quloqdan yiring oqish, yiringli otitgacha ham borishi mumkin. Nevrologik kasalliklardan yuz nervi falaji, yuz bir tomon ishlamay qolishi yoki migreni borlarda migrenlar qayta qo'zishi mumkin. Shuning uchun qish kunlarida yaqinlaringiz, ayniqsa farzandlar, o'zimiz ham ishga, o'qishga bosh kiyimsiz chiqmasligimiz kerak. Sizni va yaqinlaringiz sog'liq hamma narsadan ustun. Sog' bo'ling.